Naqdu 100 ming xolos. Ya, avans ekansizlar. Yo, avans kelma qilmaydi bu. Hozir buni ham enaqmas, bekitib zo'rg'a enaq qilib, plastikdagi Ehtiyot pulini olgansizlar. Xotirjam. Bermayman deb o'tmang. Shuni avansimdan endi hozir meni sharoitim mana shunaqa bermaysiz. Umuman kelmagan bo'lsangiz. Ajoyib sizlar yaxshilik qilganini bilmayapsizlar-da. Mayli-yu. Yo, endi sharoit ashuna bo'lib qo'yadi. Jon oyi, uyimizni remont qilib, rosa mashina qazib berish kerak. Lolada 100 qoladi, berdi. Xurshid 300 berdi. 300 deganim yo'q sizga. Qancha qolgan yo'q avans? 400 ga. Hozir yana 300 kerak. 300. Oyi, avansga hech qancha qolmaydi. Agar biror kishimdan topsam, top beraman. Ishonmayman ekan. Bir tigim pul qolgan yo'q. Hatto abitim ham hozir kim bilandir. Endi Lolada Xurshid yo'q. Ya ular o'ziniga berib ketdi bu. Mana shuni olib turing. Hozir mana shu